IELTS listeningda eshitish qobiliyatingizni rivojlantirish uchun eng foydali sayt. Ya'ni ushbu sayt orqali siz o'z ingliz tili eshitish qobiliyatingizni aniq rivojlantira olasiz. Negaki, bu saytda siz ham eshitasiz, ham o'sha paytni o'zida yozib ketasiz va bu juda ham foydali, chunki hozirgi kunda albatta O'zbekistonda computer based imtihonlari bo'lyapti, chunki qog'oz yo'q, faqatgina kompyuterda ham yozib, ham klaviaturada tez yozib ketishingiz kerak, ham eshitib. Shu sababli bu juda ham ko'pchilikda muammo tug'dirmoqda. Aynan ushbu sizga hozir ko'rsatadigan saytim siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Diktant. Juda ham ko'p YouTube videolarda ko'rdim. Qanday qilib dictation qilishni, qanday qilib amaliyotda foydalanishni o'rgatishmagan, qo'llanma qilib o'rgatishmagan. Shunchaki dictation qilsangiz sizga foydasi bo'ladi deb o'rgatib ketishgan. Assalomu alaykum do'stlar. Ismim G'ayrat va IELTS listening partidan shaxsiy natijam 8. Aynan ushbu natijani qo'llab, ya'ni ushbu usulni qo'llab, praksisni qilib, ushbu saytdan foydalanib, men o'z IELTS balimni 6.5 dan 8 ga olib chiqa oldim va qo'shimcha narsalar ham bor. Albatta buni video oxirida aytib o'taman. Ya'ni o'zim shaxsan nimalar qilganligim haqida. Va ayniqsa siz agar yozishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki kompyuterda endi olgan bo'lsangiz, A1 leveldan C2 levelgacha ushbu saytda barcha narsa bor. Ya'ni meni ingliz tilim darajam past, men bu saytdan foydalana olamanmikan degan narsa bo'lmasligi kerak. Albatta, eng past darajadan boshlab eng baland darajagacha bu saytdan foydalanib ingliz tilingizni listening qismini rivojlantirib olsangiz bo'ladi. Albatta bunda spelling bo'ladi. Bu yerda nima desa bo'ladi? Vocabulary yodlaysiz, tarjimalarni berib ketadi. Albatta yangi narsa o'rganasiz, g'oyalar olasiz. Juda ham foydali. Demak, boshladik. Xo'sh do'stlar, saytimizning nomi Daily Dictation. Daily Dictation deb yozamiz. Mana bu yerda birinchi chiqqan sayt. Shu saytni ustiga bosamiz. Agar bu yerda siz ro'yxatdan o'ting deydigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tib turib, Google akkauntingiz orqali kirishingiz mumkin. Mana bu yerda men kirganligim uchun G'ayratbek deb turibdi. Profilingizni ochib olasiz. Xo'p, mutlaqo tekin, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Start nowni bosamiz. Mana bu yerda sizga kerak bo'lgan barcha narsa bor. Mana e'tibor bersangiz, mana bu yerda A1, C1 deb turibdi. Ya'ni A1 dan C1 gacha. Bu yerda S1, S2 video, TEDni bilsangiz kerak. YouTube'da TED katta TED Talk'lar bo'ladi, xuddi shunaqa. Bu yerda esa TED ED'lar sizga aytgan videoim. Ya'ni o'sha videolardan foydalanib turib qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun IELTS listeningga kiramiz. Ko'pchilik IELTS topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsa yoki conversation ham yaxshi variant. Agar sizda darajangiz pastroq bo'ladigan bo'lsa, mana numbers, spelling, names turibdi. Ya'ni ismlardan spelling qilishga qiynaladiganlar bo'lishi mumkin. Raqamda qiynaladiganlar bo'lishi mumkin. Shu sababli hamma o'ziga mosini tanlaydi. Misol uchun mana olib kelinglar, spelling namesdan boshlaymiz. Female names, male names, doesn't matter. Bizga farqi yo'q. Mana female. Mana M-A-R-Y. eshitasiz mana. M-A-R-Y. Eshityapsiz? M-A-R-Y. R M-A-R-Y. Y. Mana. Enter deb bitta bossangiz mana. M-A-R-Y. Xuddi shunaqa holatda takrorlab ketish mana. Next. Mary. Mary. A-N-N-A. A-N-N-A. Mana correct. Xo'p, mana endi hozir bu yerda Anna. Anna. P-A-T-R-I-C-I-A. Masalan, hozir qayta control deb bossangiz eshitishingiz mumkin. P-A-T-R-I-C-I-A. Enter deb bossangiz mana bu yerda sizga bitta harflar ko'rsatib beryapti. Bu juda ham foydali, spellingingizga to'g'rilagani zo'r. Qiyinroq videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana TED videolar turibdi. Bu mana C1 levelda, C2 leveldagi so'zlar. Mana misol uchun bunga kirsak, The History of Chocolate. Bu YouTube videosini ochib beradi, TED ED. Buni eshitasiz mana Start Dictation. If you can't imagine life without chocolate, you're lucky you weren't born before the 16th century. Until then, chocolate only existed in Mesoamerica, in a form quite different from what we know. As far back as 1900 BCE, the people of that region had learned to prepare the beans of the native cacao tree. The earliest records tell us the beans were ground and mixed with cornmeal and chili peppers to create a drink. Not a relaxing cup of hot cocoa, but a bitter, invigorating concoction frothing with foam. And if you thought we make a big deal about chocolate today, the Mesoamericans had us. Sayt juda ham sizga foydali bo'ladi. Numberslardan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana masalan, phone numbers yoki shunchaki numbersni o'zi
53, 53, 53. Correct. Bu yoqqa endi 68. ketaveradi. Daily dictation. Foydalaning, juda ham foydali. Xo'sh, mana do'stlar, saytni ham o'rganib chiqdik. Endi o'zimni shaxsiy tajribamdan foydalangan holatda sizga ingliz tilida listening qismini qanday qilib, listening va reading, even speaking yoki writing qismlarini ham o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytib berishim mumkin. Agar shunchaki sizga sayt qiziq bo'lgan bo'lsa, videoni shu joyda to'xtatib, bemalol saytdan foydalanib, agar ingliz tilingizni, listening qismingizni rivojlantirishingiz mumkin. Bu tarafini eshitmasdan. Okay. Ingliz tilida listening qismi, ya'ni ingliz tili, oldin ingliz tili va IELTS dan boshlasak, juda ham ko'pchilik shu muammo bo'ladi, ya'ni General English va IELTS. Men o'zim ham shunda ancha kech anglab yetganligim sababli shu narsani ham sizga yetkazib qo'ymoqchiman. Agar yangi ingliz tilini o'rganib, IELTS topshirmoqchi yoki multi-level imtihonlarni topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz ingliz tiliga urg'u qarating. Ingliz tili bilan IELTS yo multi-level bir xil-ku deyishingiz mumkin, lekin unday emas. Ya'ni ingliz tili bu sizni o'rganayotgan narsalaringiz. Masalan, so'z boyliklari o'rganasiz, grammatika o'rganasiz, kino ko'rasiz, multfilm ko'rasiz, kitob o'qiysiz. Aynan shu narsalar ingliz tili hisoblanadi. Va bu IELTS va multi-level shunchaki o'sha bilimlaringizni qaysidir yo'nalishda imtihon orqali o'lchab beradigan bu test sistemasi xolos. Masalan, IELTS o'qiyapman degan narsa IELTSni qanday qilib, ya'ni IELTS imtihonini qanday qilib topshirish kerakligini o'rganadi. Masalan, siz oldin General English bu o'sha beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate and advanced darajasigacha bo'ladi. Undan keyin profession bo'lib ketadi. IELTS uchun advanced gacha, IELTS dan baland balo olish uchun advanced gacha o'qish tavsiya etiladi. Xo'p, agar siz tezda topshirib institutga yoki birorta joyga yoki birorta nimadir uchun olayotgan bo'lsangiz, agar IELTSni unda siz masalan 5,5 6,5 yetadigan bo'lsa, intermediate yoki upper intermediate kurslarni o'qib turib, General English'da o'qib turib, IELTSni o'rgansangiz bo'ladi. IELTS o'sha sizga IELTSdagi reading nima, listeningni qanday qilib ishlaydi, speakingda qanday javob berish kerak, writingda qanaqa usullarda yozish kerak, xuddi shu narsalarni o'rgatadi. Yangi narsani o'rganishingiz qiyin, yangi ingliz tiliga doir yangi narsa o'rganishingiz qiyin agar siz to'g'ridan-to'g'ri IELTS guruhiga o'tib ketadigan bo'lsangiz. Shu sababli General English, ya'ni ingliz tilini juda ham muhim deb hisoblashadi. Hozirgi kunda ko'p o'quv markazlar pre-IELTS, IELTS plus narsalar xuddi shunaqa kurslar qilib o'qitishmoqda. Nimaga? Chunki u bolalarni level darajasi past. Masalan, intermediate yoki pre-intermediate kelib turib, men IELTS o'qimoqchiman desa, yo'q, siz hozir IELTS o'qita olmaymiz desa, u bolalar chiqib ketishib olishi mumkin. Ya'ni bu o'quv markazida o'qimayman, men boshqasiga boraman, meni qabul qiladiganiga deydigan holatlari juda ham ko'p uchrayapti. Shu sababli ular shunday kurslarni taqdim qilishadi sizga. Pre-IELTS degani, masalan, birorta ingliz tilidan xuddi shunaqa darslikda o'rganasiz va qo'shimcha IELTS dan yangi nimadir o'rganasiz. Ingliz tili yangi narsa va test sistemasini qanday qilib ishlash yoki o'sha testda qanday topshirish bo'yicha yangi qo'llanma o'rganib ketasiz. Va bu qaysidir taraflama o'sha o'quvchiga foydali bo'ladi. Agar rosmoni IELTS instructor bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki ingliz tilidan dars o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'quv markazlarida ishlamoqchi yoki chet elga ketmoqchi bo'lsangiz, albatta darajalar General Englishni ko'tarib, keyin IELTS topshirganingiz ma'qulroq. Shunda siz 7+ olishingiz mumkin. 7,5, 8, 8,5, 9 olayotganlar ham aniq bilaman. Ularni General English'i juda ham kuchli. IELTS bu shunchaki test sistemasi xolos. Agar sizga shunchaki o'qishga kirish uchun yoki bir o'zingiz o'qishga kirish uchun yoki birorta test imtihonidan shunchaki o'tish uchun topshirayotgan bo'lsangiz, tavsiya qilgan bo'lardim 5,5, 6 yo 6,5 darajada o'rganib turib, u darajada ko'p vaqtingizni ingliz tili o'rganishga sarflamang. Agar sizni yoningizda yana boshqa fanlar yoki boshqa o'rganadigan narsalaringiz turgan bo'lsa. Chunki 6,5 darajada har qanday holatda YouTubedan yoki birorta yangi kitob o'qisangiz tushunadigan bo'lib qolasiz. YouTubedan video ko'rsangiz, ingliz tilida nimadir o'rganaman desangiz, tushunadigan darajaga yetib qolasiz albatta. Shu sababli ko'p vaqtingizni bunga sarflaydigan bo'lsangiz, boshqa narsalarga vaqtingizni yutkazib qo'yasiz. Agar siz ingliz tilidan dars o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta buni ustida ishlaganingiz ma'qulroq.
Chunki instruktor bo'lsangiz, albatta natijasi baland bo'lishi kerak. Hozirgi kunda o'quv markazlari menimcha o'rtacha 7,5-8 atrofidagi support o'qituvchilarni o'ziga jalb qilishmoqda. Xo'sh, men qanday listeningimni oshirdim? Ya'ni meni listeningim 6-6,5 holatida men kino ko'rishni boshladim va ushbu saytdan, hozir sizga ko'rsatgan, o'rgatgan saytimdan foydalanishni boshladim. Xo'p, bu qanday qildim? Ya'ni o'zingizga yoqqan kinoni, serialni tanlaysiz. Men Suits degan serial bor, Amerikanikimi, Britaniyanikimi bilmayman qayerdagi, lekin shunaqa juda ham ajoyib serial. Men uni 2 marta tugatdim. Men sizga ham albatta kino yoki multfilm farqi yo'q, nimadir ko'rishni o'zingiz maza qilib o'rganishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Chunki men shu kinoni qiziqib qoldim, juda ham qiziqarli. Kuniga 2,5-3-4 soatlab aynan shu kinoni ko'rishga sarfladim. Va natijam moglarda 8,5 chiqishni boshladi. 8,5. Va o'rtada kino tugadi deb turib, men ham to'xtatib qo'ydim. O'rtacha 15-20 kun yoki 1 oy atrofida umuman listening qilmadim. Ya'ni shunaqa shu kinoni har kuni 3-4 soat davom ettira olgan edim, lekin 1 oydan keyin to'xtatib qo'ydim bu narsani, tugaganidan keyin kino. Va mock topshirdim, IELTS listeningim 7 chiqdi. Chunki nimaga to'xtatib qo'ygan edim men o'rtacha 20 kun 1 oy davomida uncha listening qilmadim. YouTubedan ozgina narsa eshitib qo'ydim. Bir 15-20 minut kunlik narsa eshitdim. Asosiy fokusimni boshqa narsalarga, reading yoki speakinglarimga qaratganligim sababli listening tushib ketib qoldi. Va 7 ga tushgani hisobiga keyin yana haligi kinoni ko'rishni boshladim va u kinoni qayta ko'rib, yana shunaqa 2,5-3 soat vaqt sarfladim imtihonim kunigacha. Va ushbu saytdan typing uchun juda ham foydali bo'ldi. Men o'zim oldin unchalik kompyuterdan foydalanmaganman. Shu sababli yozishni uncha tushunmadim. Ya'ni sekin yozar edim juda ham va yozishim tezlashdi. Ham eshitib, ham yozishni o'rgandim. Spellingim to'g'rilandi. Aynan shu saytlardan foydalangan holatda va kinolarni, o'sha serial yoki TED YouTube'dagi videolarni davomiy ko'rish bilan birgalikda men asta-sekinlik bilan IELTS'ning listening testlarini ham tahlil qilib chiqishni boshlaganman. Ya'ni har bitta test qilishdan oldin, ya'ni qanchadir challenge qilishdan oldin, o'zimga challenge qilishdan oldin bilimimni qanchaligini bilib olardim. Bitta test ishlardim. Masalan, 25 ta topdim, 28 ta topdim. Undan keyin davomiy ravishda aynan hozir sizga ko'rsatgan saytlarimdan, usullardan foydalangan holatda kinolarni ko'rib turib davom ettirardim. Va bir haftada bir men test ishlaganman. Ya'ni test Cambridge o'sha listening testlaridan foydalangan holatda test ishlardim, tahlil qilardim. Eng asosiy narsa bu listeningda ingliz tilingizni rivojlantirib olgandan keyin, eshitishni rivojlantirib olgandan keyin ingliz tilida, ya'ni IELTS'ni listening testi uchun tayyorlanishning asosiy kaliti bu tahlil qilish. Ya'ni test ishladingiz, 40 ta savol o'tirib ishladingiz va 40 minut ishladingiz. Ishlaganingizdan keyin u yerda siz xatolar qilasiz va to'g'ri javoblarni ham topasiz. Ba'zilari taxmin bo'lishi mumkin. Shu sababli tahlil qilish eng asosiy narsa. Test ishlab bo'lganingizdan keyin albatta nimalar xato, nimalar to'g'ri barchasini ko'rib chiqishingiz kerak. Hafta kuniga 2 ta 3 ta u test ishlash keragi yo'q. Bitta test ishlang, ertasi kuni tahlil qiling. Undan keyin xatolaringizni toping. Bir haftada 2 ta yoki 2 ta yo 3 ta yoki 2 donagina test yetadi. Masalan, dushanba kuni ishlaysiz, tahlil qilasiz, xatolaringizni ko'rasiz, so'zlarni, vokabularilarni ko'rasiz, transkripsiyasidan foydalangan holatda. Qaysidir kun hammasini bir kunga qilishingiz shart emas. Masalan, dushanba kuni test qildingiz, o'zingiz imtihon qildingiz, 40 ta test ishladingiz va 25 ta topdingiz misol uchun, yoki 20 ta topdingiz deylik. Topganingizdan keyin seshanba kuni qaysi narsalarda xato qilganlaringizni ko'rib chiqishingiz kerak. Va tahlil qilasiz uni. Nimaga xato qildingiz? Vocabulary bilib, so'z boyligingiz yetmadimi? U holatni, ya'ni o'sha aytayotgan jarayonni tushunmay qoldingizmi? Yoki paraphrasinglarni bilmay qoldingizmi? Aynan shu narsalarni ko'rib tahlil qilib chiqishingiz kerak. Va keyingi kuni, misol uchun chorshanba kuni siz to'g'ri javoblarni ko'rib chiqishingiz kerak. Yoki hammasini bir kunda tahlil qilishni bir kunga olib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, chorshanba kuni nimaga buni to'g'ri topdingiz? Taxmin qilib topib qo'ymadingizmi? Masalan, multiple choice'da ko'pchilik qiynaladi. Nimaga uni xato qildingiz? Nimaga uni to'g'ri topdingiz?
to'g'rilarini ham, xatolarini ham nimaga degan savol ostida ko'rib chiqishingiz kerak. Shu sababli aynan shu usul orqali ishoning anchagina o'sishni his qilasiz. Dushanba. Keyin shanba kuni yoki juma kuni yana bitta test ishlaysiz. Yana o'shani tahlil qilasiz. Ya'ni ishlaysiz, tahlil qilasiz. Bitta test ishlab bir haftani chuqur tahlil qilsangiz ham bo'ldi. Vocabularylarni yodlaysiz, pronunciationlarni o'rganasiz. Albatta, vocabularyni yodlasangiz, misol uchun, Cambridge'dagi vocabularylarni yodlab chiqadigan bo'lsangiz, ishlagan testlaringiz u bemalol yetadi sizga uni tushunish uchun. Chunki siz bu yoqda ham kino ko'ryapsiz, ham mana bu typingdan foydalangan holatda ishlayapsiz. Bularning barchasi siz uchun foydali bo'ladi. Shu sababli bemalol tahlilga ko'proq urg'u bering. Va bilasizmi, oxirgi paytlarda short videolar ko'p ko'rganligimiz sababli bizning miyamiz 1 minutdan u yog'iga biror narsaga diqqat qilish kamayib ketdi. Uzog'i 5 minutdir yoki 4 daqiqa, bilmadim. Lekin short video, YouTube, Instagramdagi reelslarning oqibatida miyamizda juda ham qisqa muddat davomida fokusni ushlab turish paydo bo'lib qolgan. Uzoq muddatga yetmaydi. Shu sababli aynan listening paytida 40 daqiqa eshitishga majbur bo'lganligimiz sababli 40 daqiqa bo'lmaydi, o'zi 40 daqiqa, 37-35 daqiqa bo'ladi. Men aynan xuddi shu daqiqa podkastlar eshitganman. Masalan, 40 daqiqa men bugun podkast eshitaman. Bitta podkastni olasiz yoki bitta kino, men tanlagan o'sha Suis degan kino ham albatta 40 daqiqa edi, rosa 40-45 daqiqa. Oxirigacha tugatmasdan 40 daqiqa turmayman deb turib o'zingiz maqsad qilib o'tirishingiz kerak biror joyga. Nimaga? Chunki test 40 daqiqa davom etadi. Mana bu miyamiz, ongimiz 40 daqiqa men shuni eshitib, shuni tahlil qila olishga o'rganish kerak. Shu sababli 40 daqiqa yoki 1 soat tinmasdan o'sha joyda o'tirib, faqat ingliz tili eshitib, uni tahlil qilib, tushunishga miyamizni asta-sekinlik bilan o'rgatishimiz kerak. Shu sababli siz ham podkast eshiting, o'zingiz qiziqqan podkastlarni eshiting, YouTube'da tiqilib yotib turgan narsalar yoki o'sha serial topasizmi, kino ko'rasizmi? Chunki seriallar ham odatda 40 daqiqa yoki 30 daqiqa bo'ladi. Shunisiga ham e'tibor qarating. Meni bunga vaqtim yo'q deydigan holatda emassiz, chunki albatta sizning imtihoningiz yaqin bo'lishi mumkin yoki masalan 2-3 oydan keyin topshirishingiz mumkin. Shu sababli imkon qadar telefoningizdagi screen time ni kamaytirishga harakat qiling. Ingliz tilida nima ko'rsangiz ingliz tilida ko'ring, foydasi bo'ladi. Lekin reels emas. Iltimos ingliz tilida reels ko'rishingiz u sizning fokusingizni yo'qotishga sababchi bo'ladi xolos. Unda yangi narsa o'rganishingiz juda ham qiyin. Shu sababli ko'rsangiz uzun narsa ko'ring, uzun videolar ko'ring yoki aynan shu saytlardan yoki serial, kino, xuddi shunaqa narsa ko'ring, lekin reels yoki short videolar ko'rmang. Bular ham ingliz tilida-yu, bular ham menga foydasi bor-u, ingliz tilida eshitsam bo'ldi-yu degan narsa xayolingizdan chiqib ketsin. Masalan, o'qishga borganingizda, shu kursingizga borib kelganda, naushnikda yoki headphone'da farqi yo'q, olib turib yo'lda davomida ham eshitib ketsangiz ham bo'ladi. Lekin bu passive listening bo'lib qoladi. Ya'ni eshitasiz, tinglaysiz, active listening qila olmaysiz. Active listeningda undagi masalan ma'noni tushunishga harakat qilasiz. Ikkalasini ham olib ketganingiz yaxshi. Biror joyga ketayotganingizda, yo'lda, mashinada ketishingiz mumkin. O'shanaqa vaziyatda qo'yasiz, eshitib ketasiz. Va keyin uyga kelganda birorta narsani podkastni ko'rib turib, tahlil qilib, uni asta-sekin so'zlarni o'rganib chiqishga boshlaysiz. Lekin men aytgan 40 minutlik podkastni aniq active listening qilishingiz kerak. Ya'ni 40 minut o'sha nima haqida ketayotganini aniq tushunib bilishingiz kerak bu podkastni. Keyin sizning miyangizda o'sha 40 daqiqa davomida tahlil qilish, uni yechish va testni yaxshi yechish imkoniyati, ya'ni shunaqa skilli paydo bo'ladi, qobiliyatingiz kuchayadi. Xo'sh, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, typing dictationdan foydalaning va TED-Ed, ya'ni documentarylardan foydalaning YouTube'dagi va kino yoki multfilm ko'ring. O'zingiz ko'rgan multfilm bo'ladigan bo'lsa yana yaxshi. Kung Fu Panda bo'lishi mumkin ingliz tilida. Farqi yo'q. Qanaqadir video olasiz, ingliz tilida oldin ko'rgan, 2-3 marta qayta ko'rgan videolaringizni qayta ko'rishingiz ham bo'laveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Ko'rishingiz mumkin va o'zingizni fokusingizni uzoq ushlab turishga majbur qiling. Albatta hech yo'g'i imtihoningiz o'tguncha. Chunki bunaqa qilmaydigan bo'lsangiz, keyin hozir menga motivatsiya yo'q. Yo'q, unaqa vaziyatda emassiz siz hozir. Menga motivatsiya yetishmayapti, meni kayfiyatim yo'q. Ko'p eshitganman-da.
bunaqa holatlarda. Meni o'zimda ham bo'lgan. Haligi motivatsiyasiz uyg'onib ketsa, keyin dars qilasiz, bo'lmasa orqaga surib yuraverasiz, procrastinate qilib yuraverasiz. Hamma narsani shu o'qituvchingiz aytgan vazifani qilasizda, boshqa narsani qilmaysiz. U aytgan vazifasini ham aynan masalan ertaga soat 10 da to'garagingiz bo'ladigan bo'lsa, kursingiz bo'ladigan bo'lsa, siz vazifa qilishni soat 9 da boshlaysiz yoki 8 da boshlaysiz, 1 soat yo'lga ketadi. Keyin borib turib chola qilib borasiz. Xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hech qachon o'sish bo'lmaydi. Sizga umuman motivatsiya kerak emas. Siz majbursiz bu narsaga. Shuning uchun o'ylanmang, bosing. U motivatsiya men ishtiyoqim qachon bo'lsa keyin qilaman. Yo'q, bunaqa bu vaziyatda emassiz siz. Sizni vaqtingiz oz qolgan. Siz o'rganishingiz kerak, siz o'zingizni majburlashingiz kerak. Natijasi zo'r bo'lganidan keyin haqiqatda maza qilasiz o'zingiz. Bugungi videoda aynan shular haqida gapirmoqchi edim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Siz bilan G'ayratbek Xollarov bo'ldi.